Bu video diqqat bilan ko'ringlar-da. To'g'ri tushun. Iltimos kechiring de, mas Ayaqni kechirmasa terib ketmaysan sen. Tizzalar. Ha, yaqinroq turingda siz. Kino olishyapsan. O'sha oyog'ini. Kechiring de. Xullas bu voqea Andijonda Asaka degan joyda bo'libdi. 3-4 ta qiz to'planib olib, bitta qizni samosud qilyapti. Endi nima bo'lgan desanglar, yigit talashishgan bular. U yigit talashgani mayli, kamiga harga jabrlanuvchi qizni telefon, tilla, pilla, xullas pul-mul hamma yo'g'ini tortib qo'yishgan. Bu ham yetmaganda video syomka qilib internetga tarqatib, bu qizni sharmanda qilishgan. Неужели bularni xayoliga kelmayapti, ertaga o'zlari sharmanda bo'lishi? Chunki bo'ldi, уже все. Bittasini sharmanda qilaman dedi, sharmanda qildi, ertaga o'zlari bittama-bitta sharmanda bo'lishadi. Nimaga? Chunki ertaga hammasini bittama-bitta kechirim so'rab chiqqan videosini ko'ramiz. Bu adashmasam video tarqalganiga endi 5-6 soat bo'ldi. Ertaga uni ham ko'ramiz. O'zi chaqirdi meni telefon qilib. Shuning uchun hop deb bordim. 16 yoshli qizni samosud qilishgani haqida gapirib chiqqan edim. Hali bir kun ham bo'lmasdan turib mana kechirimini so'rashdi. U narsani biz o'zimiz tarqataveramiz deb olmaganmiz, o'zimiz uchun videoga olgandik. Qilgan ishimizdan juda qattiq afsusdamiz va bu holat qaytib takrorlanmaydi, kechirishlarini so'rayman. Men bu qilgan xatti-harakatimni noto'g'riligini tushunib yetdim. Bu qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman va bu holat boshqa qaytarilmaydi. Agar bu ish kechirim bilan hal bo'lib ketadigan bo'lsa, meni fikrimcha nohaqlik deb hisoblayman. Sababi 16 yoshli go'dayni 3-4 ta samosud qilishgan. Agar o'zi tengi qizlar bo'lganda ham to'g'ri tushunardim. Kuchi yetmasdan laychilarini yetalab kelibdi derdim. Lekin 30 ga kirgan katta xotinlar 16 yoshli qizni samosud qilishgan. Tushunasizlar? Yana kamiga internetga videosini tarqatib turib sharmanda ham qilishgan. Va shuning uchun haqqoniy jazo olishi uchun bular birinchi o'rinda bular xatyabi bir 3 sutka bo'lsa ham o'tirib chiqish kerak. Shunda bir aqli joyiga kiradi. Ikkinchi o'rinda harga 16 yoshli qizga ma'naviy zarar to'lab berish kerak. Tushunyapsizlarmi? Hani 16 yoshli qiz ma'naviy zarar ko'rdim deb turib bir какой-то summa undirish kerak. Va shunda haqqoniy jazo olishgan bo'ladi bular. Sizlarning fikringiz qanaqa? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Odamlar nima shu darajada debil bo'lib ketyaptimi? Men videoda ko'rgan bo'lsanglar, yolong'och ayol qo'ng'iroqni ichida osilgan holatda turibdi. Birinchi men вообще shokka tushib qoldim. Bu nimaga bunaqa holat turibdi? O'ltirib turib bosib qo'yishdimi desam, eng qizig'i bu ayol hudojnik ekan. Xullas, sarga ijodkor deydimi? Xullas shuni qilib turib ijod qilgan xullas. Endi bu darajada bo'lmaydi-da odam degan.